gecelerde düşer ya hayalin. Ahvolini qarang. Qanaqa kasallik bu? To'xtab hozir men bitta gaplashib ko'ring. Katta bola yaqinda uylansa nima qolsa? Men o'zim xolamayapman. Miyamga o'rnashib qolgan qanaqadir ibratli video yoki aqlli gap eshitsam o'ynaveryapman. Menga qara, erkak kishi erkak bo'lish kerak. Bazı gecelerde düşer ya hayalin. G'ulom aka meni yaqinda yerga berib yuborishadi. Tezroq harakatingizni qiling. Hozir bu gaplarni gapirmay tur. Nima deganingiz bu? Hozir gapirmasam qachon gapiraman? Sevgimiz uchun kurashing. Bazı gecelerde düşer ya hayalin. Pencerelerde Niyatingiz jiddiy ekan. Ko'rinishingizdan esli hushli bolaga o'xshaysiz. Mana bitta qizim bor. Uni xafa qilish kerak emas. Baxtli qiling. Men ham ayolimni xafa qilmaganman. Oila muqaddas. Yetkichilim. Voy men bor uzr. Men sana aqlli etsam, g'irt bachkin ekansan-ku. Senga qizim bermayman, yo'qol. Yo'qol. Ulan nimalar qilib qo'yding? O'chirib tashlayman shu Instagramni. gecelerde düşer ya hayalin. Pencerelerde Aka, atrofda